Amerikaning Xitoyga qarshi harbiy strategiyasi. Washingtonda kona dunyo tartibining tok manbasi uzib tashlandi. O'tgan 30 yildan buyon siz anglab kelayotgan demokratiya eksport qilish, davlat qurish yoki dunyo saqchisi bo'lish haqidagi cho'chaklarni hozircha unuting. Amerika fuqarolarining pulini okeanning u tarafidagi tavakkulchiliklarda nom sharafi anglanmagan cho'llarda sarf qiladigan davr rasmiy holda zo'r darajada oxirlashdi. Oldimizdagi yangi strategiya avval Amerika deb xitob qilish orqali faqat kuchli so'z qiladigan bo'lib qabul qiladi. Endi Pentagon dunyoni qutqizishga tirishadigan bir xayr-saxovat organi emas, balki dushmanlarga vahima soladigan, do'stlarga mas'uliyat yuklaydigan bir qurilmaga aylanmoqda. Bu strategiya dunyoning murakkab va oldin mo'ljalligisiz davrda davlatning o'z manfaatini tiklash uchun tanlagan majburiy yo'lidir. Koni hukumatlarning davlat qurish deb boshqa davlatlarni qutqizishga uringan u xarajati ko'p va xiyoliy davri butunlay yepildi. Chunki u koni usullar harbiy kuchni tugutish bilan birga armiyaning u jangovar ruhiga ziyon yetkazdi. Trump qabul qilgan tushunchadagi dunyoni xiyollardagidekla emas, balki amaliyotda bor bo'lgan rahimsiz holati bilan ko'rish kerak edi. Ya'ni ideologiyalik tavakkulchiliklarning kaynidan yugurishning o'rniga amaliyotga uyg'un va faqat Amerika xalqining bexatarligiga markazlashgan bir ko'z qarashga ega bo'lish lozim. Amerika harbiy kuchini endi u yer bu yerga chechib etmasdan do'stlarini mas'uliyatni ustiga olishga, dushmanlarini bo'lsa chekinishga majburlashga ishlatadi. Bu yangi davr o'z rayonidagi hukmronlikni kafolatga ega qilish bilan birga diqqatini asliga cho'ng raqiblarga markazlashtiradi. Koni daftarlari yepilib, butunlay yangi bir bab ochilmoqda. Xo'sh, nima uchun hozir? Bularning hammasi nimadan darak beradi? G'arbiy yarim shar dushmanlar uchun butunlay taqaladi. Amerika bu masalada pozitsiyasini nihoyat aniq qilib o'tirib qo'ydi. O'z rayonimdagi harakat doiramni hech kim bilan muzokara qilmayman. Bu hatto sodalash temasi bo'la olmaydi. Bu mening milliy huquqim deydi. Madro harakatini eslab boqing. Butun dunyoga bir signal berildi. Amerika xalqiga tahdid solganlar tegishli jazosini tortadi deyildi. Dunyo xiyollar davrini taqab kuch davrini ochdi. Xaritalarni o'zgartiradigan bu yangi strategiyani faqat kuzatib qolmay, balki uning logikasini tushunishni xohlasangiz, filmimizga diqqat qiling. Endi tafsilotlarga kiraylik. Bu mudofaa planining qanday ijro qilinadiganligiga qarab boqaylik. Xaritada bir qancha halqaliq nuqta bor. Ammo uningga o'tishdan burun mudofaa ministrligining nomining urush ministrligi nomiga o'zgartirilganligini unutmaslik kerak. Ular veviskini elib o'tib, yangisini bir faxrlanish hissiyoti bilan ochdi. Bu bizga kuchning oldingi planda ekanligini eslatadi. Ministrlik ittifoqdoshlikdagi qoidani o'zgartiradi. Endi Amerikaning zimmasiga yuk bo'ladigan ittifoqdoshlar davri oxirlashdi. Mas'uliyatchan sheriklar davri boshlanyapti. Nima uchun bu o'zgarishni qiladi desangiz, chunki dushmanlar birla vaqtda bir qancha sabta harakatga o'tishi mumkin. Buni birla vaqtliq masalasi deb ataydi. Amerika boyliqlarini har yerga yetkazishga tirishishning o'rniga eng unumli shaklda ishlatishni xohlaydi. Loyiha boshliqlar yig'inida yangi bir o'lcham bekitdi. Endi hamma kishi yanjuqni ko'lish kerak. Ittifoqdoshlar milliy kirimning oz deganda 5%ni mudofaaga ajratishga majbur. Buningdan qochib qutulish mumkin emas. Bu yangi andiza amaliyotda qanday ifodalanadi? Yevropada, ya'ni NATO qanotlarida ishlar o'zgaryapti. Rossiyaga qarshi asosliq mudofaa vazifasini endi yevropaliklar ustiga oladi. Amerika yordami halqaliq nuqtalarda davomlashyapti. Ammo cheklik bo'ladi. Ya'ni butunlay Yevropani tashlab qo'ydi deya olmaymiz. Panama kanali asosliq fokus nuqtasining biri. Bu yerda endi to'liq hukmronlik tiklanadi. Raqiblarning bu kanaldan singib kirishi fizikalik jihatdan mumkin bo'lmaydigan holga keltiriladi. Ikkinchi nuqta shimolda. Grenlandiya va Antarktika rayoniga qaraymiz. Bu yer harbiy qurol yaroq bilan to'ldiriladi. Bu hozirning o'zida kun tartibda. Bu yer xuddi besib o'tkili bo'lmaydigan bir mudofaa temaga aylanadi. Strategiyalik ahamiyati shuki, yangi savdo yo'llari ustida kontrollikni tiklash va Shimoliy Amerika mudofaasi uchun ilg'or qorovulxona qurish. Uchinchi sabab bo'lsa janubiy chegara. Zaharlik chegimlik kartellari endi faqat jinoyatchilar emas, balki bevosita terrorchi deb e'lon qilinadi. Chegara siziqlari endi mudofaa boshlanadigan tunji sababdir. Xo'sh, Amerika nima uchun o'z mahallasini buncha qattiq qo'g'daydi? Sababi intayin aniq. Orqa o'ylasida masala chiqishini xohlamaydi. Chunki butun energiyasi va kuchini asli raqibi uchun saqlash kerak. Ko'zlar endi Tinch okeanga, ya'ni Xitoyga buriladi. Beijing tarixda ko'rilib boqmagan surat bilan qurollanmoqda. 2019-yili taxminan 300 yadro bombasi bo'lgan bo'lsa, 2025-yili 600 dan oshdi. 2030-yilgacha 1000 dan eshishi mo'ljallanmoqda.
Dengiz armiyasi tarafdimi ahvol o'xshash. 2011-yili aviamatka bo'lmasa, 2025-yili mashg'ulot qilayotgan 3 aviamatkasi bor. 2035-yilgacha jami 9 ga yetkazish planlangan. Amerikada bo'lsa 11 doni bor. Xitoyning urush paraxoti soni 370 dan oshdi. 2030-yilgacha 435 ga yetadi. Hujum aeroplan soni 2015-yili 2100 atrofida bo'lsa, hozir 3300 ga yaqinlashdi. Xo'sh, Washington buningga qanday javob berdi? Trump Xitoydan nimani xohlaydi? Muqim bir tinchlik, adil savdo va hurmatni asos qilgan munosabatlar. Bular hozircha ularning og'zidan chiqayotgan so'zlar. Hatto bu nishonlarga yetish uchun Trump Xitoy rahbari bilan bevosita ko'rishishdan bosh tortmaydi. Ammo Trump bu masalada intayin aniq. Agar muzokara ustiliga o'tiradigan bo'lsang, qo'ling kuchlik bo'lish kerak. Ojiz ko'ringan hamon uttursan. Mana bu urush ministerligiga bergan buyruqning javharidir. Ular to'qinish qo'g'lashmaydi, lekin kuch orqali to'sishni maqsad qiladi. Ya'ni shundoq kuchlik bo'ladiki, qarshi taraf hujum qilishni kallasiga keltira olmaydi. Bu yerda bir inchki siziq bor. Xitoyni yo'qotish, ezish yoki kamsitishmi? Yo'q. Baya aytganimizdek, ularning qarishicha nishon adil bir tinchlik muhiti yaratish. Ammo hukumat buni o'tinish orqali emas, balki harbiy kuchni ustiliga qo'yish orqali qilmoqchi. Allaburun kuch orqali tinchlik ularning bir tamsilisiga aylanib qoldi. Xitoyni o'z ichiga olgan hech kimning Amerika yoki Amerikaning ittifoqdoshlari ustida hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik asli masala mana budir. Mana bu yerda birinchi orol zanjiri ishga kirdi. Bu siziqda shundoq bir mudofaa temi quriladi-ki, uning ismi to'sish mudofaasidir. Agar Xitoy har qanday bir hujumga urinsa, uning badali og'ir bo'ladi. Bu strategiyaning ikki tarafi bor. Bir tarafda diplomatiya, yana bir tarafda to'qmoqdek tushadigan harbiy kuch. Diplomatiya tarafda ishlar ochiq. Xitoy armiyasi bilan aloqa yo'llari kengaytiryapti. Xitoy hisobat chiqib qolmasin, strategiyalik muqimlik buzilmasin degandek, ammo medalning yana bir tarafi texmo qattiq. Amerika bu vaziyatga intayin reallik bilan yaqinlashmoqda. Faqat o'z kuchi bilan emas, ittifoqdoshlari bilan besim qilyapti. Rayondagi shiriklarga endi faqat Amerikalik qo'g'day olmaydi. Sizlarmi qo'linglarni tashning ostiga qo'yishinglar kerak deyilyapti. Hamma odam o'rtaq mudofaa uchun texmi ko'p ish qilishga majbur. Eng muhimi, Venezueladagi tun nisbatidagi to'qmoq harakatida Amerika butun dunyoga shuni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Amerika o'z zaminidan turib, dunyoning har qanday yeridagi nishonni bir daqiqada yo'qota oladi. Qarshi taraf uchun hujum qilish badali shuncha yuqori bo'lsin-ki, tinchlik va salmoqliq birdan-bir logikalik tanlash bo'lib qolsin. Mana bu rad qilish orqali to'sish deb ataladi. Taraf hukumatı zarursiz bir to'qinish izlamaydi. Ammo hargizmi chekinmaydi. U tasavvur Hind Tinch okean rayonida mana shunday hayotga erishadi. O'tir sharqqa qaraganda Isroiliya oldingi planga chiqadi. 12 kunlik urushda ulgulik ittifoqdosh bo'ldi. Rayonda Amerika manfaatiga vakillik qiladigan kuch o'rnida turadi. İbrahim kelishimi bilan qurilgan tartib Ironni to'sishning asosli ochqichi deb qaralmoqda. Janubiy Koreya bo'lsa kuchlik bir armiya va majburiy harbiy xizmat tuzumiga ega. Hukumat Shimoliy Koreyaga qarshi Seulning o'z beshini o'zi o'ngshalaydiganligiga ishonadi. Mudofaaning birinchi mas'uli hamda Amerika emas, balki o'zlari bo'ladi. Urushning yo'nalishini o'zgartira oladigan asli kuchga, ya'ni ishlab chiqarish liniyasiga qaytayli. Amerika necha yildan beri datlashib ketgan tishliq chaqlarini qayta maylayotdi. Washingtonda shu haqiqat hamda aniq tushunildi. So'g'uq munosabatlar urushidan keyingi bexastalik davri oxirlashdi. Raqiblar hamda intayin so'ziladigan tez, intayin tajovuzkor va texnikalik jihatdan ilgarilamoqda. Kona asti byurokratiya va yillarga so'ziladigan xaridor chaqirish jarayonlari bilan bu musobaqada g'alaba qilish mumkin emas. Birinchi dunyo urushidan buyon ko'rilib boqmagan bir sanoat safarbarligi boshlanmoqda. Paraxot zavodlari, aeroplan zavodlari va o'zak ishlab chiqarish aslahalarining hammasi to'liq sig'im bilan, hatto chekdan oshgan holatda ishlashga tayyorlik qilmoqda. Amerika urush mashinasi xuddi uyqusidan uyg'ongandek zo'r bir o'zgarish bosqichiga kirmoqda. Bu o'zgarish darajadan tashqari qo'zg'atish deb ataldi. Sanoat bir asrda bir qatim ko'riladigan bir jonlanishni boshdan kechirmoqda. Asli nishon jang maydonida qoidalarni qaytadan yozadigan, tampunliqlarni ostin ustin qilib o'tadigan texnikalarni sistemaga kirgizishdir. Undaqda 5 burjak bino yepiq eshiklar orqasida asli qaysi sistemalarni tayyorlayotdi. Ishlab chiqarish liniyasiga kirgan u turlarni tizib chiqayli. Tizimlikda birinchi o'rinda osmonning yangi hukmroni bor. F-22, F-35, hatto F-47 mo Amerika armiyasi uchun vaqti o'tgan texnika bo'lib qoladi. Bu yangi sistemada aslida faqat bir aeroplanla mashg'ulot qilmaydi. Uningga bog'langan bir guruh quriladi.
uchquchi havoda bir o'yin tashkilligüchidek vazifa o'taydi. Atrofida sun'iy idrokliq sodiq hamrohlar, ya'ni tizgin uchqu aeroplanlar uchun. Eng xatarlik vazifalarga uchquchi emas, balki mushu tizgin uchqu aeroplanlar boradi. F-47 ning motorlari ham ovozdan tez suratda, ham issiqlik kameralarga tutilmaydigan darajada sovuq ishlaydi. Ikkinchi o'rinda hipersonik, ya'ni ovozdan tez uchadigan boshqariladigan bomba musobaqasi bor. Amerika keynida qoldi degan tanqidlarga qora burkut nomli ovozdan tez uchadigan boshqariladigan bomba bilan xotima beradi. Ovoz sur'atidan 5 hassa tez ucha oladigan bu boshqariladigan bombalar klassik egma siziq sızmaydi. Ya'ni S-400 yoki S-500 ga o'xshash sistemalarning bularni to'sib olishi mumkin bo'lmaydigan holga keladi. Ustiga yuk avtomobillardan yo'tkilishdan qo'yib berilishi uni alohida qiladi. Bu sistemaning eng chong afzalligi shuki, klassik bir qism boshqariladigan bombalar muqim silo o'nkir deb ataladigan cho'nqur o'raklardan yoki beton binolardan etilganligi uchun sun'iy hamroh yoki jasos aeroplanlar bilan osonla o'rni tepilib zarba beriladi. Ammo bu bombani to'shiydigan yuk avtomobili xohlagan yerga yushurna oladi. O'rmonga kirib ketadi, tog' yo'lida yushurnadi. Shahar yoqsiga to'xtatiladi, ya'ni uzluksiz o'rin almashtiradi. Ya'ni ot va qoch taktikasini qo'llanadi. Shunga dushman uchun bu bomba nishonini izlash intayin qiyinlashadi. Sun'iy hamroh ko'rgan taqdirdami uzluksiz harakat qilib turganligi uchun uni etib tushirishmi tas bo'ladi. Qisqasi, qora burkut xuddi bir ko'rinmas ninjadek aylanib yurib, xohlagan yerdan tuyuqsiz qo'yib berilib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Albatta, butunlay ko'rinmas emas. Hech nima 100% yoshirin qola olmaydi. Ammo Rossiyaning Iskandar yoki Xitoyning DF-17 bombalariga o'xshash ko'chma sistemalarga o'xshaydi. Buning bilan hayot qilish fursati hayron qolarlik darajada yuqori bo'ladi. Armiya 2025-yilning oxiridagi nishonga yetolmagan bo'lsa-mu, xizmatlar davomlashmoqda. Osmonidagi yana bir yangilik bo'lsa, B-21 rivoyatga aylangan B-2 ning o'rnini oladigan bu ko'langi aeroplan endi bir turli emas, balki turkumlab ishlab chiqarish liniyasida. Dunyoning eng ilg'or ko'rinmaslik texnikasiga ega. Faqat bomba atmaydi. Shuning bilan birga bir uchar axborot markazidir. Amerika bu aeroplan bilan dunyoning har qanday yeridagi kirgili bo'lmaydi deyilgan havo tavalligiga singib kirishni nishonlaydi. Dengiz ostida bo'lsa, dengiz armiyasi tizginlik sistemalarga alohida kuch bermoqda. Boeing tarafidan tadqiq qilib chiqilgan Orca deb ataladigan g'oyat zo'r tizginlik suv osti paraxotlari odamsiz holatda okean tagida uzun muddat vazifa o'talaydi. Tingshash, mina yotqizish yoki charlash qatorliq vazifalarni inson hayotini xatarga qo'ymay turib o'rindiya oladi. Yadro sohasida bo'lsa, Kona Minuteman bombalari o'rnini Sentinel sistemasiga bo'shatmoqda. Bu yangi qit'alar o'zaro boshqarilgan bombalar butunlay raqamlik ul aslahaga ega. Tor hujumlariga qarshi zamonaviylashtirilgan bir yadro mudofaa sistemasi bilan ta'minlaydi. Ammo planda yanada masalalar bor. Chiqim aslidagi mo'lchardan 85% eshib ketdi. Taxminan 141 milliard dollarga yetdi. Kechikishlar davomlashmoqda va qaytadan qurib chiqish xizmatlari olib berilyapti. Minuteman 3lar 2030-yillarning oxirigacha, hatto 2050-yilgacha xizmatdan qilishi mumkin. Sentinelning to'liq mashg'ulot holatiga kelishi 2030-yillarning o'ttirlaridan eshib ketadigandek ko'rinadi. Ishning texnik jihatdagi o'lchimida g'oyat zo'r bir tur bor. Oltin gumbaz. U ballistik bombalardan hipersonik qurollargacha bo'lgan har turlik havo tahdidlarini to'sishni planlaydi. Sistemaning eng talash tortishli qismi olam bo'shliqi qismidir. Sun'iy hamroh ustiga o'rinlashtirilgan qurollar bilan boshqarilgan bombalarni texi qo'yib berilish bosqichida olamdan etib tushirish planlanmoqda. Shundaqla lazer qurollari va elektromagnitlik sistemalar ham buningga birlashtirilmoqda. Albatta bu g'oyat zo'r turning chiqimi ig'ir. Oqsaroy 175 milliard dollar degan bo'lsa-mu, mustaqil mutaxassislar tannarxining 800 milliard dollardan eshib ketadiganligini aytmoqda. Albatta bu barliq urush va qalayimqanchilikning bir badali bor. Lekin bu chiqim haqiqatan intayin yuqori. 2026-yillik mudofaa xamchoti o'ttirib qo'yilganda bu raqam kishini hayron qoldirdi. Naq 961,6 milliard dollar. Ya'ni pat yaqinda 1 trillion dollarlik chek yetib boradi. Ular tinchlikning faqat intayin qimmat bir armiya bilanla qo'g'dirilganligiga ishonadi. Xulosalaganda bu strategiya ilg'or tajribaxona xizmatlarini tez suratda turkumlab ishlab chiqarishga aylantirish orqali qog'oz ustidagi turlarni reallikka aylantirishni planlamoqda. Amerikaning bu harakatlari dunyoni naga olib boradi. Kuch orqali tinchlik, agar bu strategiya muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilsa, 3 asosli natija o'ttirg'a chiqadi. Birinchisi, mashg'ulotchanlik jonliqligi.
Amerika armiyasi oxiri chiqmaydigan tuzum o'zgartish patqoqlaridan chiqyotidi. Vatan mudofaasi va yuqori texnikaga tayinadigan to'salg'u kuchga yuzlanmoqda. Bu yerda kishining kallasiga darhol mundaq bir savol keladi. Tuzum o'zgartish davri oxirlashdi deyilgandi. Amerika hamda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaydi. Undaqda Venesuelada yuz bergan ishlar nima? Maduroning elib qochilishi aniq bir tuzum o'zgartish emasmi? Javobi amaliyotda ta'limotning so'zlari orasiga uyushtirilgan. Washington endi bu ikki hukmni aniq siziq bilan ayiradi. Ilgari tuzum o'zgartish deganlik bir davlatni besib olish, u yerda yillarcha turib qolish va noldan boshlab davlat qurishga urinish deganlik edi. Ya'ni Iroq va Afg'onistonga o'xshash oxiri chiqmaydigan patqoqlar. Buni davlat qurish deb ataydi. O'z manfaatiga uyg'un bir davlatni shurayinni qurib chiqmoqchi bo'ladi. Yangi strategiya bo'lsa, buningga sirtdan aralish deb nom berdi. Maduro vaqasiga qarayli. Amerika uni qonunliq bir davlat boshlig'i sifatida emas, balki orqa o'ylasiga tahdid soladigan bir jinoiy guruh rahbari sifatida nishonga oldi. Maqsad Venesueladagi demokratiya qurib u yerda qilish emas, balki orqa o'ylani tozalab chiqib ketishdir. Allaburun shundoq qildi. Bularni Amerika nuqtasidan ularning tafsiri va ko'z qarashi bilan aytib Ya'ni berilgan signal shu. Sizlarning davlatinglarni kimning boshqarayotganligi bilan qiziqmaymiz. Demokratiya elib kelish kelmasliginglar bizni qiziqtirmaydi. Ammo agar Amerika xalqiga tahdid soladigan bir qurilmaga aylansanglar, beshinglarga tushimiz. Tahdidni yo'qitamiz va chekinib chiqamiz. Ikkinchisi yer shari tampunligi. Birla vaqtda harakat qilish masalasi endi ittifoqdoshlarning zimmasida hal qilinadi. Buning bilan Amerika energiyasini chechivatmay, bevosita Hind-Tinch okean rayoniga va o'z uyini qo'g'dashga markazlashadi. Uchinchisi bo'lsa sanoat ustunligi. Mudofaa sanoatidagi bu milliy safarbarlik Amerikani texnik jihatdan eng yuqori saviyaga ko'tardi. Dokladning qisqacha falsafasi shu. Avval Amerika va kuch orqali tinchlik. Amerika Qo'shma Shtatlari tinchlikning faqat yengilmas bir kuch bilan mumkin bo'ladiganligini biladi. Raqiblarga eng o'tgan qarashini, muvofiq sheriklariga bo'lsa zaytun shexini uzartadi. Yengilmas bir qurg'on va o'z shartlarini butunlay tanadigan bir kuch bo'lish yo'liga kirdi deyilmaymiz. Chunki Amerikaning dushmanlari bo'lgan Xitoy yuqorida to'xtalganimizdek jim turmadi ham jim turmayapti. Siz qanday o'ylaysiz? Amerikaning bu avval man strategiyasi va ittifoqdoshlarni qistaydigan 5%lik sharti NATOni parchalayotamdi yoki texmi kuchaytamdi. Biz bir ishg'olga uchragan millat bo'lish sifatimiz bilan Amerikaning bu strategiyasini qanday qabul qilishimiz kerak? Yoki xato strategiya deb qaraymizmi? Manfaat olamdiq yoki mushundaq o'tib ketamizmi? Dunyo bugungi kunda qurolliq kuch deydi. Biz-chi nima deymiz? Fikrlaringlarni tövanda kutamiz. Hammasini bir-birlab o'qib chiqamiz. Filmimiz yaragan bo'lsa, boshqalarga tavsiya qilishni unutmang. Bizni qo'llaganingiz, o'zingizni qo'llaganingiz.